Yomon xayollar haqida gaplashamiz. Yomon xayol insonni o'zi bilmagan holda tuban insonga aylantirib qo'yadi va o'zi o'ylamagan jarlikka, tubi yo'q jarlikka qulatib yuboradi. Misol uchun bir katta yomon ish qilib qo'ygan jinoyatchi, o'g'rimi, o'sha o'g'irlik qilishidan oldin rejalashtirishdan oldin o'ylagan. Bu o'ylar, yomon o'ylar juda ham katta xatar. Bir kishi doim yomon narsani o'ylab yuribdi. Agar kimdir men shu o'ylayotgan narsasini qil desa qilmaydi. O'sha narsa taklif qilinsa qilmaydi, lekin xayolida o'ylab yuribdi o'sha yomon narsani. Endi xayolga keltirib yuribdi. Bu narsa xayolda doim yurishligi miyaga moslashib, qachondir o'sha yomon ish, miyasida turgan yomon ish qarshisidan chiqib qolganda o'sha ishni qilib qo'yishligini osonlashtiradi, o'sha ishga moyillashtirib qo'yadi insonni. O'shaning uchun yomon xayollardan saqlaninglar, saqlanamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.